Sen Temurmiding? Ne onani qo'shib gapiryapsan? Onangni urib qo'yaman. Qo'y, bunaqa tilimni tushunmayman. Habib, Asilxon, senlar kutgan kun kelyapti. Men Toshkentga yo'lga chiqyapman. Sen o'zing kelishga aqling yetmayaptimi? Bratchikalaring jo'natyapsan. Aqling yetsa o'zingki, bo'lmasam o'zim boraman. Lo'li, sen men onani qo'shib gaplashyapsan, onani lotereyadan yutib olmagansan-ku. Men gapirayotgan gaplaringni jo'natayotgan ukangdan qattiq spros qilib olaman. Spros qanaqaligini ko'rasan. Men tegmaganga tegmayman, lekin tegganni tinch qo'ymayman. Men jo'natayotgan bratchikangga boru, o'zim bratchikam qo'yib beraman. Urviningga mos. O'jigicha sallanib kutyapmiz. Mana akalarim ukasi, uncha keyin Toshkentda kutmoqchi bo'lgan bola. Uka, necha kishi bo'lib keldingmi? Ha? Bir o'zim keldim, to'g'rimi? Sen necha kishi bo'lib kelding? Biz uchalaymiz keldik. Uchalang kelding, to'g'rimi? Ikkita akang qayerda? Bilmadim. Qayerda? Qosh, to'g'rimi? Men pichoq yo bola yig'ib kelmadim, to'g'rimi? Yo'q. Ha, erta yozib bermaysanmi meni? Yo'q. Bildim, mujik zakonni. Mujik сказал, mujik сделал, to'g'rimi? Gapingga ishondim. Ikkita chorta aka deb, menga qara ukajon. Endi bir normalniy o'zingga bir dastoyni aka topding, xo'p? Unaqa bolalarni aka demagin, mayli? Mana tayoqlar xuyina o'tib ketadi. Ertaga sen kimligini bilib olding, to'g'rimi? Endi bir akalaring kelguncha 5 kunda kelaman, 10 kunda kelaman, meni uyimda mehmon bo'lib turasan ungacha. Nimaga bolalar sizlar ishlayotganu Jekkilar Toshkentdagi mahallasidan chiqolmayapti-yu. Qisib o'tiribdi mahallasidan chiqqan aql etmayapti-yu bolani. Qochding deb otganlarga bitta gap, biz mujik bo'lib 3 kishi bordik, u aytdi men bir o'zimman dedi. Lekin biz 3 kishi borsak, butun auditoriyasini, butun mahallasini yig'ib chiqoyan. Keyin hammasi kelib tashlanib ketyapti bizga. Jekki anunga bitta tiqib qoldi, borib biz uramiz desak, anta 80 ta bola yugurib kelyapti biz yonimizga. Xullas sizlarga bitta qilib gap aytganda, uni lokatsiyasiga bordi, ya'ni mahallasiga bordi. Borganimizda, normalni endi so'rashamiz deganimizda, Jekki shapolot qilib qoldi. Biz orqasidan endi bor uramiz deganimizda, orqasidan kimlari keldi, bir 20 ta odam bizani quvlab tashladi orqamizda. Menimcha bir ikkitasini ko'rdim, qo'lida nimadirlar ham bor edi. Biz qochib ketdik. Keyin u primoy yoqibdi-da, Bilolga aytibdi. Men necha kishiman deyapti, bir o'zimman deb. Endi u majburlikdan aytganda, endi odamlar qo'rqib turgan, u endi yoshi bola-yu, 2011. Endi u qo'rqib, sizlar bir o'zinglar deb o'rgan u. Ishoninglar, u 20 tadan ko'p. Mana men kecha uni kanaliga kirsam, quvlagan odamlar video ham olibdi-da, videosini shundan qo'yib yubordim men ham. Hozir video qilib. Endi hozir men Jekkini o'zimni joyimga chaqiraman. Qanaqa kutib olish kerakligini menga ko'rsataman. Salomiga qanaqa qilib olishni endi ko'radi. Sizlarni ishonmanglar, bir o'zimdan deb yosh bolani urib, 5-6 tasi urib primoy orqasida. Ishonmanglar u gaplariga. Lo'li-yu. Bilasizlar-yu, ularga farqi yo'q, jinniga. Ko'radi-da endi. Shunday gaplash kerak bo'lsa, biz ham shunday gaplashamiz. Bo'lib kuzatinglar, bugun men uni yomon qilaman. Meni qochirar ekan avvallar. Bilak nima deydi bilak? Sindiradi bu bilak. Shuning uchun katta ketish kerak emas, oldindan nonni katta tishlamanglar bolalar. Assalomu alaykum hammaga bolalar. Sizlar bilan Jeki bolalar hozir Zulfiddinov vrachkan oldiga ketyapmiz. Boraylik, nima gap ekan? Aka, qarochi bo'ldi, men aralashmayman. Ularni ko'tligidan keyin deyapti. Endi bilib bo'lmaydi. Panika qilyaptimi bu? Borsam men 5 ta bola kutib oladim, men ham bilmayman. O'tib boryapmiz. Boraylik, nima gap ekan?